aleyküm dostlar. Bugünkü bizning programmamizda aziz qizi Yıldız singlimizning Ana yuragi degan poemasini anglagan chog'da shu singlimizni uni bizni behmi qo'ya qildi. Ro'zila, shundoq emasmi? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Raqat, durust aytsan. Bu bizning singlimiz Yulduzning yaqinlik ovozi. Tenimasdan obrazga kirishi hammamizni qayli qildi. Ana yuragi poemasidagi bolalar chitiqi. Ana rolida Sejjanova Gulbanum. Bola rolida Qasimjonov Shahabaz. Qizi rolida Kamilem Anvarova nomli bolalarga cho'ng rahmat aytamiz. Shundaqla mush poemani redlab, bolalarning yaxshi o'ynab chiqishiga yordam qo'lini so'zgan riyosatchi, shoir akamiz Kommunar Tursunovga Ana til, Dana tilim bolalar YouTube kanalidan cho'ng rahmat etmoqchimiz. Burun o'tgan zamanda yashagan bir ana bizning sharq tomonda. Shu ananing hayotda birla o'g'li bor ekan. Ana shu o'g'ilning baxti uchun ekan. Ana bichara tinmay, issiq soqqa qarmay, ishlar ekan o'z yolg'iz, kechalari dam olmay. Ana balam deydigan, g'amini ko'p yeydigan, lekin dilg'ur bolsi buni hech bilmaydigan. Shunda qilib u bola erkakdan cho'ng bo'pti. O'tgan kesh qizlarga gap so'zlari tomdopti. Bir kuni bog' ko'chada to'sab qopti bir qizni, qo'yib bermay yo'lga, debdi ona bu so'zni. Kuyib qoldim men sana, kuygunim ne bilamsan? Yolg'iz birla anam bor, meni desang o'lamsan. Qiz uning anasini yoqtirmadi o'zicha, aldab ahmoq bolni mundoq dedi ko'zicha. Do'stma mening yo'limni, to'xta shartim bor debdi. O'rilsang shartingni, sana bo'la yer debdi. Shartim ishki bek kerak, anangdagi bir yurak, shu yurakni akelsang bo'layman sening demak. Deb qish shartni aytib, naz qilib bir kulib, ahmoq bola ma'qul deb va'dasini beribdi. Bola uyga baypaslab kirib ketdi hasrab, nima bo'lding jon bolam debdi ana hol so'rab. Aşık bo'lib bir qizga kuyib qoldim jon ana, va'da berib almoq bo'p etay maqsadim sana. Etxin bolam so'zingni jinim bilan anglayman. Nima kerak sen uchun men uni o'rlayman. Yurak kerak men uchun faqat sening yuraging. Bersang ash yurakni hosil bo'lar tiligim. Shuning bilan tiligim hosil bo'ldi jahonda. Beray bolam yurakni, qalmag'in sen armonda. Armoning shu bo'lsa, menga quloq sol debdi. Ko'ksini erib yurakni, mana bolam al debdi. O jumlab ep yurakni, bola yugurib ketibdi. Bo'stonliq bog' ko'chaga birla sakrab ketibdi. Heli qayloli qiz ko'rinmabdi hech yerda. Yer jutgan mo'qizni g'ayib bo'pti birdamda. Bola charlab atrofni chiqibdi bog' ko'chaga. Yo'lda shoqqa putlashib, zaxmi yapti putiga. Yurak qanqib qo'lidan qum to'piga tushibdi. U yurakka jon kirib, buni so'zlar chiqibdi. Jinim bolam, jon bolam, og'irdimi bir yering? Yiqilganda putlashib, qayrildimi bir yering? Chekanda qantirdi, yerildimi bir yering? Qattiq tegib tashlarga surildimi bir yering? Debdi ana yuragi, mehri chechib balga, shundoq butkul tabiat bosh egibdi anaga. Dostlar, bolalar uchun ko'njon, mehribon onlarimiz biz uchun barliq narsani o'rinlab berdi. Ana yuragi poemasida onasi hatto bolasidan shurgunimi oymidi. Biz bolalar onlarimizning armonlarini qanday o'rinlab beraymiz? Do'stlar, agar bizning onlarimiz baxtli bo'lsin desak, ulug' Alloh bizga insof bersin.